Men O'zbekiston Respublikasining vatanparvar farzandi, pedagog degan yuksak unvonni olib ta'lim tarbiya sohasidagi faoliyatimni davom ettirar ekanman. Ta'lim muassasasi, jamiyat va davlat oldidagi mas'uliyatimni chuqur anglab, kelajak avlod taqdiriga daxldor ekanligimni hamisha yodda tutishga, talabalar qalbiga ezgulik, mehr-muhabbat, vatanparvarlik va odob axloq urug'ini sochishga, har bir yoshni qalban tushunishga, ularning iste'dodini ro'yobga chiqarishga va hayot yo'liga yo'lboshchi bo'lishga, ustozlik kasbining obro' e'tiborini yuksak tutishga, pedagog odobi, kasbiy etika qoidalariga sodiq bo'lishga, bilimimni muntazam oshirib, yangilikka intilishdan to'xtamaslikka, vatanim, yangi O'zbekiston ravnaqi uchun bor kuch va g'ayratimni safarbar etishga, xalq ishonchiga munosib bo'lishga, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashga va ulug'lashga, o'z bilim va ko'nikmalarimdan foydalanib, xalqim va davlatim ravnaqi uchun fidoyi yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazishga bor vujudim bilan qasamyod qilaman. O'zbekiston hech kimga bermaymiz sen